Kitob.uz taqdim etadi. Alloh taologa yetishish asoslari. Sizlarga bir chiroyli narsani aytaman. Kim qabri salqin bo'lishini istasa, masjidlarni sovutgichlar bilan jihozlab bersin. Kim qabri yorug' bo'lishini istasa, faqirlarning uyi yorug' bo'lishini ta'minlasin. Kim qabrida yeb ichishni istasa, bugun 50 ta miskinni taomlantirsin. A'zolaringizni Allohning toati uchun ishlating. Sizning tana a'zolaringiz Alloh taoloning sizga bergan in'omidir. Ularni yaxshiliklar qilish uchun ishlating. Dunyo to'plash bilan mashg'ul bo'lmang, chunki dunyo hech qachon sizga foyda bermaydi. Shuningdek, dunyodagi solih amaldan boshqa narsa sizga hech qachon foyda bermaydi. Shunday ekan, dunyoda zohid bo'ling, shunda oxiratga rag'bat qilasiz. Alloh yo'lidagi birodarim, toki siz dunyoga beparvo bo'lmaguningizcha, o'zidan boshqa iloh va Robb bo'lmagan Alloh taolo sizda oxiratga rag'bat uyg'otmaydi. Allohim, dunyodan panoh berishingni so'raymiz. Abu Talha al-Ansori roziyallohu anhuning xurmo va uzumli bog'i bor edi. Madina shahrida uning bog'ichalik daraxti ko'p, mevasi shirin va suvi chuchuk bog' yo'q edi. Bir kuni Abu Talha o'sha bog'da soya salqinda namoz o'qiyotgan edi. Shunda rangi yashil, tumshug'i qizil, oyoqlari zangori sayroqi qush uning e'tiborini tortdi. Qush sayrab, raqs tushib shoxdan shoxga sakray boshladi. Bu manzara Abu Talhani ajablantirdi va uning fikrini olib qochdi. Bir ozdan keyin Abu Talhaning xayoli joyiga qaytdi va qancha namoz o'qiganini eslay olmadi. 2 rakatmi yo 3 rakatmi bilmadi. Namozdan forig' bo'lgach, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga bordi va bog', daraxtlar va sayroqi qush uni namozdan chalg'itganini aytib, o'zidan shikoyat qildi. So'ng shunday dedi: Ey Allohning rasuli, guvoh bo'ling. Bu bog'ni Alloh taoloning yo'lida sadaqa qildim. Uni Alloh va rasuli xohlagan joyiga sarflang. Muttafaqun alayh. Abu Talha mazkur ishi bilan payg'ambar Sulaymon alayhissalomni eslatadi. U zot alayhissalom otlarni ko'zdan kechirish bilan mashg'ul bo'lib, namoz va tasbihdan chalg'ib qolganidan keyin qilichni olib, otlarning oyoqlarini va bo'yinlarini kesa boshlaydi. Alloh Qur'onda shunday marhamat qilgan: Biz Davudga Sulaymonni hadya etdik. Sulaymon naqadar yaxshi bandadir. Dar haqiqat u Alloh rozi bo'ladigan yo'lga butunlay qaytguvchidir. Eslang, unga bir kuni kechki payt gijinglab turuvchi uchqur otlar ro'baro qilingan edi. Bas u o'sha otlarga mahliyo bo'lib, kun botish oldida o'qiydigan namozi qazo bo'lgach, dedi: Dar haqiqat men Parvardigorimni eslashdan, ya'ni o'qiydigan namozimdan qolib, bu suyukli otlarni suyib erkalashga berilib ketibman. Hatto quyosh ham parda ortiga berkinibdi, ya'ni botib ketibdi. U otlarni menga qaytaringlarchi. Bas u qilich bilan otlarning oyoq va bo'yinlarini silashga kirishdi va ularni Alloh yo'lida qurbonlik qilib yubordi. Sod surasi 30-33 oyatlar. Alloh yo'lidagi birodarim, Abu Talha roziyallohu anhuni dunyo bog'i va qushlari Allohdan chalg'itganda u zot qanday qilib dunyoni tark qilishga va dunyoga beparvo bo'lishga shoshilganini ta'ammul qiling. Ha, oxiratga rag'bat qilishning kaliti dunyoda zohid bo'lishdir, dunyoga beparvo bo'lishdir. Allohim dunyoni asosiy g'amimiz va ilmimiz bilan erishadigan maqsadimiz qilmagin. Allohim jannatni diyorimiz va g'amimiz qilgin. Orzu istaklarimiz sening roziliging bo'lishini nasib qilgin. Allohim bizni go'zal yuzingga nazar solish lazzatidan mahrum qilmagin. Amin. 3. Iymonning kaliti Allohning ne'matlari va maxluqotlari haqida tafakkur qilishdir. Ne'matlar haqida tafakkur qilish iymonning kalitidir. Alloh Qur'onda Allohning ne'matlarini eslang, shoyatki najot topsangiz degan. A'rof surasi 69-oyat. Muhandislik fakultetida o'qiydigan bir birodarga aytdim: Alloh sizga aql berdi. Bu aql ne'matimi yoki yo'qmi? O'rta ta'limni 98 ball bilan muvaffaqiyatli tamomlab,
o'zingiz yoqtirgan muhandislik fakultetiga kirdingiz. Astoydil harakat qildingiz, qobiliyatingizni ishga soldingiz, repetitor yolladingiz. Keyin magistrlik, doktorlik darajalariga erishdingiz. Bularning bari Alloh sizga in'om qilgan aql tufaylidir. Alloh taolo sizga tafakkur qiluvchi aql ne'matini ato qildi. Siz uni Alloh taologa yetishish yo'lida qo'lladingizmi? Aqlingizni dunyo uchun ko'p ishlatdingiz, lekin ko'rib turibmizki, uni Alloh yo'lida mutlaqo ishlatmaysiz. Nega? Nega Alloh bilan tijorat qilish uchun aqlingizni ishlatmadingiz? Ey o'g'lim, Allohning yo'lida muhandis kerak, bu yo'lda aql kerak. Qalbingizda Allohning buyukligi ziyoda bo'lishi uchun ne'matlar haqida tafakkur qiling, mahluqotlar haqida ta'ammul qiling. Birodarlar, bilingki, tavhidning 3 ta turi bor. Birinchi, rububiyat tavhidi. Ikkinchi, ulug'iyat tavhidi. Uchinchi, ism va sifatlar tavhidi. Rububiyat tavhidi Allohning ishlariga doir tavhididir. Dar haqiqat Alloh taolo yomg'irni yog'diruvchi zotdir. U tiriltiruvchi va o'ldiruvchi, ato qiluvchi va man qiluvchi, zarar beruvchi va foyda beruvchi, aziz qiluvchi va xor qiluvchi zotdir. Mahluqotlardan hech biri bu borada e'tiroz bildira olmaydi. Ulardan hech biri osmonlar va yerni yaratganini da'vo qila olmaydi. Mushriklar ham buni tasdiqlashgan. Bu haqiqatni zamonamizdagi fitrati buzuq va aqlini ishlatmaydigan xudosiz va kommunistlardan boshqa hech kim inkor qilmagan. Doim aytaman, birgina jajji chumolining ko'zi mana men degan xudosizni, ya'ni ateistni mot qilib qo'yadi. Xudosizga aytamiz, chumoliga qarab o'zingga savol ber, kim unga ko'z yaratib, uni ko'radigan qilib qo'ydi? Tasodifan paydo bo'lganman deyishdan avval shu chumolining yaratilishi haqida tafakkur qil. Ulug'iyat tavhidi Alloh taoloning bandalarining ishlariga oid tavhididir. Ya'ni Allohdan o'zgaga sajda qilmaymiz, Allohdan o'zgaga duo qilmaymiz, Allohdan o'zga uchun ogohlantirmaymiz va Allohdan o'zga hech kimdan qo'rqmaymiz. Xullas, ibodatning barcha turlarini yolg'iz Allohga qilamiz. Ism va sifatlar tavhidi. Alloh va Rasuli qaysi ism va sifatlarni Allohga nisbat bergan bo'lsa, ularning barini tasdiqlaymiz. Avval aytganimizdek, rububiyat tavhidiga hech kim e'tiroz bildirmaydi. Shuning uchun birodarlarimizning aksariyati rububiyat tavhidiga e'tibor bermaydi. Bunda muammo yo'q. Eng muhimi ulug'iyat tavhidi deyishadi. Ha, to'g'ri gap. Lekin rububiyat tavhidi ulug'iyat tavhidining kirish qismi va o'chog'idir. Zero qalbda Allohning ne'matlari, nafs va borliq haqida tafakkur ziyoda bo'lgani sayin, unda shukronalik va Allohga bandalik ham ziyoda bo'ladi. Izoh. Ibnul Qayyimning Miftahu Dorus Saoda kitobining nafs va borliq haqida ta'ammul qilishga oid uzun bobini o'qishni tavsiya qilamiz. Shuningdek, Abu Hamid G'azzoliyning Ihyoyu Ulumuddin asarining tafakkur kitobini ham tavsiya qilamiz. Shuning uchun sizga savol: oxirgi marta qachon osmonga qarab Allohning mahluqotlari haqida tafakkur qildingiz? Ming afsuslar bo'lsinki, toat ibodatlarni gunoh ma'siyatlarga aylantiradigan zamonga yetib keldik. Endi faqat sevishganlar osmonga qaraydigan bo'ldi. Men yulduzlarni sanayotgandim deyishadi. Osmonga qarab oyni tomosha qiladilar. Gunohlar. Haqiqiy ta'ammul, tadabbur qiladiganlar qani? Aqli raso tafakkur qiladigan kishilar qani? Birodarlar, dengiz Allohning oyat alomatlaridandir. Siz u haqida hech tafakkur qilib ko'rganmisiz? Bir bola dengiz suvini tatib ko'rib, uning juda sho'r ekanini bildi va onasidan kim dengizga tuz soldi deb so'radi. Shunda men o'tirib o'yladim. Kim dengizga tuz soldi? Qur'onda bunday deyilgan: bunisi chuchuk shirin, unisi esa sho'r achchiq. Furqon surasi 53-oyat. Sho'r achchiq. Kim bunday qildi? Olamlar podshohi Alloh taolo. Nil daryosiga borib suvni tatib ko'ring. Subhanalloh, farqi katta. U ham suv, bu ham suv, lekin tabiati har xil.
Bugungi kunda kim dengizga qaraydi? Hech kim. Magar yozni gunoh ma'siyat bilan o'tkazuvchilar qarashi mumkin. Ular osiylik va xiyonat ko'zi bilan dengizga nazar soladilar. Toat ibodatlarni gunoh ma'siyatlarga aylantirishgan. Bugungi kunda hech kim Nil daryosining bo'yida turib Allohga tasbih aytmaydi. Hamma aqlni lol qoldiruvchi, qalblarni yumshatuvchi ne'mat oldida gunoh qiladi. Biz ularning yonida turishimiz kerak demoqchi emasman, balki biz gunohlardan xoli boshqa joylarni qidirib topib, o'sha yerda Allohning ne'matlarini ta'ammul qilishimiz kerak. Bog'ga yoki keng daraxtzorga chiqing. Xilma-xil gullar va ekinlar haqida mulohaza qiling. Allohga tasbih ayting. Bitta gulni ushlab, uni ta'ammul qiling. Turli xil qushlar haqida o'ylang. Turfa xil ekinlar haqida, ularning o'lchami, ranglari va mevalari xilma-xil ekani haqida tafakkur qiling. Bunisi achchiq, nordon bo'lsa, uning yonidagisi shirin va mazalidir. Bunisi yashil bo'lsa, yonidagisi qizil. Subhanalloh, holbuki ularning bari bitta suvdan ichadi, bitta tuproqdan o'sadi. Dar haqiqat Alloh taolo o'z qudrati bilan barcha narsani boshqaradi, yo'naltiradi, miqdorini belgilaydi. Subhanalloh, Alloh barcha aybu nuqsondan pokdir. Subhanalloh, u zot buyuk ilohdir. Subhanalloh, u go'zal yaratuvchidir. Ey yoshlar, Allohga qasamki, bir safarimda 450 kilometr masofani bosib o'tdim va yo'l davomida Alloh taoloning naqadar yuksak ijodkorligini ko'rib, tilim tasbihdan to'xtagani yo'q. Allohning yaratishi buyukdir. Allohning yaratishi go'zaldir. Go'zallikda beqiyosdir. Subhanalloh. Shuning uchun nazar solib ta'ammul qilishingizni istayman. Tunda uyingizning tomiga chiqing va chalqancha yotib oling. O'ngga ham, chapga ham qaramang. Faqat osmonga qarang. Yulduzlarga, osmon jismlariga, barliq koinotga nazar soling. Bu ish qalbingizda Allohning buyukligini ziyoda qiladi. Buyuklik nurlari qalbingizni to'ldirayotganini his qilasiz. Tog'li hududga boring va tog'larga nazar soling. Ularning o'ng tomoniga, chap tomoniga, tepasiga, pastiga qarang. Bir tajriba qilib ko'ring. Subhanalloh deng. Tajriba qilib ko'ring. Allohning ne'matlari bilan Allohga osiylik qilmang. Dengizga yozda bormang, balki qishda, u yerda hech kim bo'lmaydigan paytda boring. Yozda umra qilishga boring. Yozni maroq bilan o'tkazishga, ya'ni dengizning o'rniga Makka va Madina yaxshi taklifdir. Allohim bizni haj va umra bilan rizqlantir. Bizni ketma-ket haj va umra qiluvchilardan qilgin. Allohim bizni haj va umradan mahrum qilmagin. Yozda gunohkorlar dengiz sohiliga boradilar. Siz esa yozda Ka'baga boring, Madinaga boring. Ka'batullohning ro'parasida o'tirib, buyuklik va go'zallikni tafakkur qiling. Samolyotda, kemada yoki avtobusda ketayotganingizda ta'ammul qiling. Allohning mahluqotlari haqida o'ylang. Safarda dengizdan bahra oling. Allohning yaratgan go'zal o'lkalaridan va bog'laridan bahra oling. Qalbingizda Allohning buyukligi ziyoda bo'lishi uchun iymon halovati, iymon lazzati va iymon ta'mini tatib ko'rishingiz uchun ta'ammul qiling.